Tarix takrorlanishdan iborat jumlasi o'rniga tarix qofiyalanadi iborasi ancha to'g'riroq bo'ladi. Negaki, takrorlanish o'tmishda sodir bo'lgan voqelikning ayni o'sha sharoit va vositalar bilan qaytalanishini anglatadi. Qofiyalanish esa o'z mohiyatiga ko'ra ohang yoki so'zlarning o'xshashi, ammo aksariyat hollarda aynan o'zi emas. Shu bois zamon tezkorlik bilan o'zgarishda davom etar ekan, tarix bir xil ssenariyda takrorlanmaydi, aksincha u qofiyalanadi. Maqsad va motiv, g'ayriinsoniy harakatlar hamda qabih rejalar o'sha-o'shaligicha qolishi mumkin, lekin ularga eltuvchi yo'l va vositalar o'zgaradi. Ba'zi masalalarda allaqachon o'zgarib ham bo'lgan. Masalan, bundan 2-3 asr ilgari Rossiya imperiyasi bugungi Markaziy Osiyo hududini bosib olish maqsadida yillar davomida hududga bir nechta ekspeditsiyalarni amalga oshirgan. Ulardan ko'zlangan maqsad mintaqa haqida maxfiy ma'lumotlarni to'plash, bu yerdagi sharoitni o'rganish, tabiiy boyliklarni aniqlash, harbiy salohiyatni chamalash, suv yo'llarining xaritasini qog'ozga tushirish, iqtisodiyotning arteriyasi bo'lgan savdo yo'llaridagi holatni batafsil ko'zdan kechirish va shunga o'xshash ma'lumotlarga ega chiqish bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, rus ekspeditorlarining bexosiyat tashrifidan maqsad ta'sirli razvedka amaliyotini o'tkazish va keyinchalik bundan siyosiy bosim instrumenti sifatida foydalanish edi. Avval bu ekspeditsiyalar to'g'ridan-to'g'ri harbiy ko'rinishda amalga oshirilgan. Masalan, 1717-yil Pyotr I tomonidan yuborilgan Cherkaskiy ekspeditsiyasi shunday yurishlarning dastlabkisi edi. Bu harbiy ekspeditsiyadan ko'zlangan maqsad Xiva xonligini bo'ysundirish va Hindistonga yo'l ochish bo'lgan. Lekin Xiva xoni Sherg'ozixon Cherkaskiy ekspeditsiyasi a'zolarini butkul qirib tashlagan. Albatta, bu Pyotr I'ni g'azablantirgan, biroq u bu paytda Shvetsiya bilan urush holatida bo'lib, mazkur sharmandali mag'lubiyatga javob qaytarish imkoniyatidan mahrum edi. Lekin bosqinchi har lahzada o'z imkoniyatini kutib yashaydi. Oradan bir asr o'tib, 1819-yilga Nikita Muravyov boshchiligida Xivaga yana ekspeditsiya jo'natiladi. Bu gal o'tgan safargi xatodan biroz hayiqqan holda ruslar mazkur tashrifni ancha yumshoq va do'stona maqsadlar bilan niqoblaydi. Muravyov Xivaga go'yoki ilmiy va diplomatik missiyani boshlab kelgandek taassurot qoldiradi, lekin u Xivaga qilgan safari davomida xonlik haqida ancha-muncha qimmatli ma'lumotlar to'plab ortga qaytadi. Shundan so'ng Rossiya Markaziy Osiyoning shimolida joylashgan qozoq juzlarining yerlarini birin-ketin egallaydi. Kichik juz va o'rta juz qabilalari Rossiyaga bo'ysundiriladi. Bu esa Markaziy Osiyodagi xonliklarga yurish maqsadini yanada jiddiylashtiradi. 1839-yilda uyushtirilgan Perovskiy boshchiligidagi harbiy ekspeditsiyaning aniq vazifasi yana o'sha Xiva xonligini bo'ysundirish etib belgilanadi. Lekin qahraton qish va yo'ldagi qiyinchiliklar qo'shimchasiga Xiva qo'shinlarining kutilmaganda qarshi hujumga o'tishi oqibatida bu yurish ham muvaffaqiyatsizlikka yuz tutadi. Bu voqeadan keyin Rossiya imperiyasining qiziqishlari asosan Buxoro amirligiga buriladi va tashriflarning mazmuni ham ilmiy, geografik va diplomatik maqsadlar bilan niqoblanadi. 1841-yilda kon muhandisi Butenov, 1852-yilda esa Nikolay Xanikov kabilar Buxoroga kelib ketgan. Ular orasida Xanikovning missiyasi Rossiya uchun qo'l kelgan. Bir vaqtning o'zida sharqshunos, diplomat va razvedkachi bo'lgan bu shaxs o'z ekspeditsiyasini diplomatik niqob ostida o'tkazgan bo'lib, u Buxoro shahri va atrof hududlarini ko'zdan kechirgan. Savdo yo'llari, qal'alar, amirlikning harbiy salohiyati va aholining kayfiyatini obdon o'rgangan. Bir so'z bilan aytganda, Xanikov yaqinlashib kelayotgan bosqin uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni yiqqan va ortga qaytgach bu haqdagi hisobotni Peterburgga topshirgani aytiladi. Undan keyingi ekspeditsiya esa eng so'nggisi sifatida tarixda qolgan. Ya'ni 1858-yilda Ignatiev boshchiligidagi guruh Buxoro amirligiga kelib, to'g'ridan-to'g'ri Amir Nasrulloh bilan uchrashadi va bu gal rus diplomatlari amirga hech bir ikkilanishlarsiz o'z talabini o'tkazishadi. Rossiya imperiyasining fuqarolari va savdogarlarning xavfsizligini ta'minlash, savdo erkinligini kengaytirish, turli imtiyozlar va hatto tashqi siyosatda Angliyadan uzoq turish talablari shular jumlasidan edi. Ba'zi manbalar bu muzokaralar ancha ziddiyatli ruhda kechgani, Amir Ignatievning barcha talab va takliflarini qabul qilmagani haqida yozgan. Ammo endi biror bir qarshilik qilish uchun ancha kech edi. Barcha qarshilik bundan 5 yil oldin Qo'qon xonligiga tegishli bo'lgan Oq masjid ruslar tomonidan egallangandayoq ko'rsatilishi kerak edi. Lekin u paytda Markaziy Osiyodagi subyektlar umumiy dushman qolib, bir-biri bilan nizolashish bilan ovora bo'lgan. Yakunda esa Ignatievning ekspeditsiyasi mintaqaga qilingan eng so'nggi shu ko'rinishdagi tashrif bo'ldi. O'zi bilan amirlikning qo'shini, ichki boshqaruv tizimi va boshqa muhim razvedka ma'lumotlarini yig'ib olib ketgan diplomatning mazkur ekspeditsiyasidan bir necha yil o'tib, o'sha mash'um bosqini start oldi. Bu yog'i esa ko'pchilikka ma'lum.
Bosib olish va o'ziga bo'ysundirish uchun bugun ekspeditsiya tashkil qilishning hojati yo'q. Zamonaviy dunyoning eng kuchli quroli bo'lgan axborot orqali barcha tahlillarni amalga oshirish mumkin. Qaysidir mamlakatga bosqin uyushtirishga chaqirish orqali siz o'sha davlatdagi siyosiy sezgirlikni aniqlab olishingiz mumkin. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют. Вот это для нас может быть гигантской проблемой. Albatta bugun shunga guvoh bo'lyapmizki, siyosiy sezgirlik va iroda ikkiga, ya'ni jamoatchilik va davlat idoralarining reaksiyasiga bo'linmoqda. Xalq, ommaviy axborot vositalari va jamoat faollari qanchalik sezgir bo'lmasin, tashqi tahdidlarga javob qaytaruvchi idora harakatga kelmas ekan, ko'p narsa befoyda. Kremlning media qo'g'irchog'i bo'lgan Solovyovning imperialistik chaqiruvidan keyin ko'pchilik oyoqqa turdi. Lekin o'tgan yillarga, ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan keyingi davrga nazar tashlansa, bu kabi tahdidlar va kamsitishlar deyarli har yili sodir bo'lishi yaqqol ko'rinadi. Hech bir yil rasmiy Moskva yoki uning norasmiy qo'g'irchoqlari tahdidlarisiz o'tgani yo'q. Masalan, ro'yxatni Putinning o'zidan boshlash mumkin. U 2022-yil yozida Rossiya Ukrainada bosqin harakatlarini davom ettirayotgan paytda Pyotr I tavalludining 350 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmadan so'ng so'zga chiqib, o'zini Pyotr I ga taqqoslagandi. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а как? Так и есть. Вот все при Ладыже, там, где сегодня Петербург основан, ну, при нем основан. Putin Pyotr I Shvetsiya bilan urushda undan nimanidir tortib olmagan, balki qaytarib olganda, hozirda u ham xuddi shu ishni davom ettirayotganini aytgandi. Sobiq Sovet respublikalarining yerlari rus xalqidan ularga berilgan sovg'a ekanini ta'kidlaydigan shaxsning o'zini Pyotr I ga qiyoslagani barcha postsovet davlatlari uchun xavotirli signal edi. Ammo bu hali hammasi emas. Rossiyaning Markaziy Osiyoga tahdidlari darajadan darajaga, mansabdan mansabga farq qiladi. Xususan, 2023-yilda yozuvchi, Putin jamoasi ijtimoiy harakati a'zosi, Rosgvardiya polk komandiri o'rinbosari Zaxar Prilepin Rossiyadagi mehnat muhojirlari qaysi mamlakatlardan bo'lsa, o'sha davlatlarni Rossiya tarkibiga qo'shib olish kerak degan absurd g'oyani ilgari surgandi. U so'zida davom etib O'zbekiston nomini alohida tilga oladi va Ukrainadan keyin Yevrosiyo hududida Rossiyaning biror narsa qilishiga hech kim to'sqinlik qila olmasligini aytgandi. O'shanda matbuot anjumanidagi bir to'da qatnashuvchilar Zaxar Prilepinning mazkur gaplarini qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlagandi. Я на самом деле еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто целиком и уже на месте их, ну, как бы обучать русскому языку, чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Oradan ko'p o'tmay 2024-yil boshlarida shovinist tarixchi Mixail Smolin inqilobdan oldin Ozarbayjon, o'zbek va qozoqlar hech qachon bo'lmagan degan da'vo bilan chiqdi. Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. Shu yilning sentyabr oyida esa Mariya Zaxarovaning Toshkentdagi maktablarning birida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida sodir bo'lgan tushunmovchilikka burun suqqani ortidan qator deputatlar va jamoat faollari unga nisbatan norozilik bildirdi. Masalan, Alisher Qodirov Zaxarovaning O'zbekiston ichki ishlariga aralashganiga javoban Rossiya o'zidagi muammolar bilan shug'ullansin deya ta'kidlagandi. Ammo ko'p o'tmay Alisher Qodirovning bu bayonotiga rossiyalik senator Andrey Klimov tomonidan tahdidli javob keldi. U Ukrainaga shama qilib, O'zbekistonga uning taqdirini eslatgandi o'shanda. Uzoq vaqt davomida o'zini shunday tutgan bitta mamlakat bor edi. Endi u juda og'ir ahvolga tushib qoldi degan Klimov Ukraina taqdirini O'zbekistonga eslatmoqchi bo'lib. Rossiyaning yangi tandirdan chiqqan issiqqina tahdidi esa Kreml qo'g'irchoqlaridan biri. Putinga juda yaqin ekani, hatto u bilan tez-tez suhbatlashib turilishi aytiladigan, Rossiya prezidentining qo'lidan hatto mukofotlar ham oladigan propaganda murvati Vladimir Solovyovdan yangradi. U Armaniston va Markaziy Osiyoda Ukraina ssenariysini takrorlashga da'vat qildi. Yerevan bunga darhol javob berdi, lekin hali sovimagan bu tahdidni mintaqa davlatlari, xususan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hazm qilmoqda. Solovyovning pulti Kreml qo'lida ekani e'tibor qaratishga arzimasa-da, u aytayotgan gaplar ko'p ehtimol Rossiyaning keyingi rejalariga havola berish mumkinligi haqida ogohlantirmagan ekspert qolmadi. Kreml jajchisi nomi bilan tanilgan Vladimir Zhirinovskiy bugun hayot emas. Ilgari uning vazifasi bo'lgan shu kabi noo'rin xatti-harakatlar hamda bayonotlar hozirda Solovyovning chekiga tushganini tahlil qila oladigan shaxs butun boshli vazirlik idorasida mavjud emasligiga ishonish qiyin. Shu nuqtada
Oldin ham ko'p bora ta'kidlangan fikrni yana takrorlash o'rinli. Bunday masalalarni hal etishda siyosiy iroda eng muhim omil. U bo'lmas ekan, tahdidlar dildan tilga, tildan esa amaliyotga ko'chadi. Buni O'zbekiston 2025-yilda migrantlar misolida o'z tanasida his qildi. Butun yil davomida Rossiyada mehnat qilayotgan fuqarolarga nisbatan qilingan zo'ravonlik hamda kamsitish holatlari bo'yicha Moskvaga nota yuborishdan nariga o'tilmadi. Notaning natijasiga kelganda esa rasmiy jihatdan lom-mim deyilmadi. Buning oqibati astoydil javob qaytarmaslik hamda siyosiy iroda yetishmovchiligi esa yil oxirida o'z so'zini aytdi. Xo'rlanishlar o'rnini 12-dekabr kuni o'lim egalladi. Bugun bejizga Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga bosqini boshlanishidan oldingi ekspeditsiyalar va bugungi Rossiyaning og'zaki, aniqrog'i hozircha til bilan chegaralanayotgan tahdidlari o'zaro solishtirilmadi. Chunki bu yerda o'xshashliklar juda ko'p. Masalan, 1847-yilda Rossiya imperiyasi Orol bo'yi hududlarida Sirdaryoning quyi oqimida rus savdogarlarining xavfsizligini ta'minlash bahonasida Raym qalasini o'zboshimchalik bilan bunyod qilganda, Qo'qon xonligi bunga faqatgina Peterburgga yozgan xatlari orqali o'z qarshiligini ko'rsatgandi. Lekin ruslar o'shanda bu e'tirozlarni sariq chaqaga ham ilmagan va mavzu o'sha joyida yopilgan. Ammo xavf mavjudligicha qolgan va aynan o'sha qala keyinchalik Rossiya bosqini uchun muhim strategik nuqta bo'lib xizmat qilgan. Bu voqeaning shunga o'xshashroq ko'rinishi bugungi kunda Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan yuboriladigan notalar va ularning hech biri Moskva tomonidan e'tiborga olinmasligidan namoyon bo'ladi. Agar unday bo'lmaganda, o'tgan davr mobaynida topshirilgan norozilik notalarining hech bo'lmaganda bittasi bo'yicha astoydil tekshiruv o'tkazilib, o'zbekistonlik migrantlarning huquqlarini poymol qilganlar va O'zbekiston suvereniteti va xalqiga qarshi nojo'ya gapirganlar jazoga tortilishi kerak edi. Lekin bunday emas va bunday bo'lmadi. Ko'p ehtimol bo'lmaydi ham. Chunki Rossiya uchun ko'p ehtimol Toshkentdan borgan bugungi notalarning ahamiyati o'sha Qo'qon xonligining Raym qalasi masalasida Peterburgga yuborgan e'tiroz xatidan past bo'lsa borki, ammo baland emas. Bu holatga esa tarix qofiyalanadi jumlasidan ko'ra tarix takrorlanadi iborasi ko'proq mos tushadi. Chunki e'tiborsizlik va teng ko'rmaslik borasida hech narsa o'zgarmagani yaqqol ko'rinmoqda. G20 sammitiga taklif oladigan darajaga chiqqan mamlakatning vazni va obro'sini tan olish uchun Rossiyaga yana qancha kerakligi noma'lum. Shu bois tan olishini kutish emas, balki tan oldirish kerakdir. Chunki o'tmishda Rossiya imperiyasining 100 yillab uyushtirgan ekspeditsiyalari keyinchalik bosqinchilik harakatlariga joy bo'shatgani singari bugungi og'zaki tahdidlar ham bir kun kelib harbiy ko'rinish olmasligiga kafolat yo'q. Ayniqsa bugun xalqaro huquq o'zining eng zaif ahvoliga kelgan mahal mazkur xavotirda jon bor. Bundan saqlanishning birdan bir yo'li esa tahdidlarga mutanosib tarzda javob qaytarishdir. Gap urush haqida ketmayapti, qandaydir provokatsiyalar uyushtirish haqida ham ketmayapti. Aksincha, hech bo'lmaganda huquqiy chora qo'llash, O'zbekiston suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizligiga qarshi ommaviy chiqish qilganlarning mamlakatga kirishini taqiqlash qonunini qog'ozdan amalga ko'chirish haqida ketmoqda. Bir so'z bilan aytganda, javob qaytarish kerak. O'sha Donald Trump haqida olingan shogird filmida aytilganidek, dunyo tartibsizlikdan iborat. Javob qaytarish kerak.